Azizlar, Fatima onamizni o'sha payg'ambarimiz alayhissalom bergan ma'naviy seplardan bir ko'rinishi. Fatima onamiz hamma narsani Alloh uchungina sevadigan, biror bir narsani tark qilsa, yomon ko'rsa, Alloh uchun qiladigan bo'ldilar. Zohidliklari, taqvolari shunday ediki, o'zlaridan boshqalarni ustun qo'yardilar. Boshqalarni g'ami bilan yashardilar. Kunlardan bir kuni o'g'illari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolar kasal bo'lib qoldi. Hazrati Fatima onamiz ularga ko'p e'tibor qildilar, tuzalishligini Allohdan so'radilar va mana shu joyda Allohdan shifo so'rab, agar Fatima onamiz radhiyallohu anha va Hazrati Ali radhiyallohu anhu va ularning xizmatkorlari Fizza degan bir ayol bo'lar edi. Agar Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolar tuzalib ketsalar, 3 kun roza tutamiz deb nazr qilgan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalom nabiralari, Fatima onamizning farzandlari, ko'zini qoralari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolar tuzalganlaridan keyin ular roza tutdilar. Fatima onamiz kechqurunga birinchi kuniga bir arpadan bo'lgan nonni olib kelib, endigina dasturxoniga qo'yib iftorlik qilmoqchi bo'luvdi. Bir miskin odam kelib yordam so'rab qoldi. Yemoqchi bo'lgan nonini ularga berdi-da, o'zlari hech narsa yemadilar. Ikkinchi kuni yana iftorlik qilmoqchi bo'lib, xuddi shunday arpadan bo'lgan nonni qo'ygan edilar. Ularning oldilariga yana bir yetim bola kelib so'raganida, unga ham rahmlari kelib, o'zlari yemasdan berib yubordi. Uchinchi kuni bir asir keldi, unga ham berib yubordi. Shu holatda 3 kun o'zi yeydigan narsani boshqaga berib och o'tirganlarini aytadilar. Hazrati Ali karramallohu vajh aytganlaridek, payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam qizlariga siz bilan bizni nazdimizda qo'l bilan sanoqlik sep qilgan bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalom qizlari Fatima onamizga shunday bir sep qilgan edilarki, qiyomatgacha harakat qilib ham qizi borlar bunaqa sep qila olmayapmiz. Bunday sep qilishlik uchun payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamda bor bo'lgan boylik bizda yetarli bo'lmayapti. Bu qanday sep deysizmi azizlar? Bu ma'naviyat sepi. Bu taqvo sepi.